Parij yoki Fransiya deganimizda ko'z oldimizga Eyfel minorasi gavdalanadi. Alexander Gustav Eyfel nafaqat me'mor, balki o'z davrining metal sehrgari deb atalgan muhandislik dahosi edi. Uning hayoti va ijodi bugungi zamonaviy dunyoning ko'rinishini shakllantirishda muhim rol o'ynagan. 1838-yil Fransiyaning Dijon oblastida tug'ilgan bu inson temir konstruksiyalar bilan ishlashda inqilobiy yangiliklar kiritgan. Tasvirlarda ko'rib turganingiz ko'prik Portugaliyada joylashgan bo'lib, 1886-yil Gustav Eyfel tomonidan qurilgan. Gustav Eyfel o'z nomi bilan ataluvchi minora bilan cheklanib qolmagan. Ko'pchilik bilmaydi, lekin AQShning ramzi hisoblangan ozodlik haykalining ichki temir karkasini, ya'ni suyagini aynan Gustav Eyfel loyihalashtirgan. U haykalning kuchli shamollarga bardosh berishi va og'irlikni to'g'ri taqsimlanishi uchun ichki skelet tizimini yaratgan. Gustav Eyfel dastlab kimyo yo'nalishida o'qimoqchi bo'lgan, lekin Parijdagi markaziy san'at va ishlab chiqarish maktabida, ya'ni École Centralda muhandislikka o'qishga kirgan. Ilk muvaffaqiyati 26 yoshida Bardodagi Garonna daryosi ustiga katta temir ko'prik qurishga boshchilik qilgan. U 1889-yilda mashhur minorasini qurib bitkazganida tumonat odam yig'ilgan ediki, dunyoning eng baland binosi bo'lgan ushbu minora 300 metr balandlikda bo'lgan. Qiziq fakt. Gustav Eyfel loyihani o'zi noldan chizmagan. Uning kompaniyasidagi 2 yosh muhandis Maurice Kechlin va Emil Negier g'oyani taklif qilishgan. Eyfel avvaliga buni rad etgan, lekin keyinchalik loyihaga o'zgartirishlar kiritib, uni mukammal holga keltirgan va patentini sotib olgan. Minora qurilgandan so'ng Gustav ko'proq ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullandi. U minoraning tepasida ob-havo stansiyasi va aerodinamik laboratoriya tashkil qildi. U shamol qarshiligini o'rganib, aviatsiya, ya'ni samolyotsozlik rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Gustav Eyfel 1923-yilda 91 yoshida Parijdagi o'z uyida Beethovenning 5-simfoniyasini tinglayotgan vaqtida vafot etgan. Bugun u dunyoning ramzi hisoblanadi, lekin 1887-yilda qurilish boshlanganda Parij ziyolilari unga qarshi 300lar manifestini yozishgan. Mashhur yozuvchi Guy de Maupassant har kuni minoraning ichidagi restoranda ovqatlangan. Undan nima uchun bu yerga kelishni so'rashganda, bu butun Parijdagi paytda ayollar irodasining ramzi sifatida ko'rilgan. 1912-yilda avstraliyalik tikuvchi Franz Reichelt o'zi ixtiro qilgan parashyut kostyumini sinab ko'rmoqchi bo'ladi. U rasmiylardan ruxsat olib, minoraning birinchi qavatidan, ya'ni 57 metr balandlikdan sakraydi. Afsuski, ixtiro ish bermaydi va u tomoshabinlar ko'z o'ngida halok bo'ladi. Bu voqea tarixdagi eng mashhur va fojiali muvaffaqiyatsiz tajribalardan biri bo'lib qolgan edi. Birinchi jahon urushi paytida 1914-yilda minoradagi radio uzatgichlar nemislarning maxfiy xabarlarini tutib olishgan. Shu xabarlar yordamida mashhur josus ayol Mata Hari tutilgan. U nemislar foydasiga josuslik qilganida ayblanib, qatl etilgan. Minora o'sha paytda Fransiyaning qulog'i vazifasini o'tagan. Eyfel minorasi muvaffaqiyatidan so'ng londonliklar ham shunday inshoot qurmoqchi bo'lishgan. 1891-yilda Watkins Tower loyihasi boshlangan. U hatto Eyfeldan balandroq bo'lishi
rejalashtirilgan edi. Biroq qurilish poydevori beqaror bo'lib chiqqan va mablag' yetishmasligi sababli loyiha to'xtatilgan. Londonliklar uni Watkinning ahmoqligi deb atashgan va 1907-yilda buzib tashlangan. Keyinchalik Viktor Lustig degan shaxs uni 2 marta sotgan. Ikkinchi marta u deyarli qo'lga tushay deganda AQShga qochib ketgan. U yerda u hatto mashhur mafioz Al Caponeni ham aldashga ulgurgan. Bu minora tarixdagi eng katta firibgarliklarning markazi bo'lib xizmat qilgan. 1950-yillarda minoraning uchiga yangi televizion antena o'rnatildi. Bu antena minoraning balandligini yana bir necha metrga oshirdi. Qizig'i shundaki, o'sha paytda minora nafaqat turistik maskan, balki butun Yevropaga axborot tarqatuvchi eng strategik nuqtalardan biri hisoblangan. Shamol bilan raqs. Kuchli shamol esganda minoraning uchi 6-7 santimetrgacha tebranadi. Bu muhandislik nuqtai nazaridan xavfsizlik uchun maxsus hisoblangan. 1889-yilda o'rnatilgan ba'zi gidravlik nasoslar va tizimlar hanuzgacha, ya'ni zamonga mos holda ishlab kelmoqda. 2004-yildan beri qish oylarida minoraning birinchi qavatida, ya'ni 57 metr balandlikda muz uchish maydoni katok tashkil etilgan. Bu minora o'zining ulkan ko'rinishiga qaramay juda yengil konstruksiya hisoblanadi. Uning umumiy og'irligi taxminan 10.100 tonna. Faqat metal karkasning og'irligi esa 7.300 tonna. Qiziq fakt, agar minoraning barcha temirlarini eritib, uning asosi, ya'ni kvadrat maydoniga yoyib chiqilsa, metal balandligi bor yo'g'i 6 santimetr bo'ladi xolos. Minora 4 ta ulkan poydevor oyoq ustida turadi. Ular mukammal kvadrat hosil qiladi. Oyoqlar orasidagi masofa tashqi tomondan o'lchanganda har bir tomoni 125 metr. Poydevor chuqurligi, demak, poydevorlar yer ostiga 7 dan 15 metrgacha chuqurlikka ketgan. Minora 3 ta asosiy qavatdan iborat. Birinchi qavat yerdan 57 metr balandlikda. Bu yerda shisha pol, restoranlar va muzey bor. Ikkinchi qavat yerdan 115 metr balandlikda. Eng yaxshi manzara shu yerdan ko'rinadi. Mashhur Jules Verne restorani ham shu yerda joylashgan. Uchinchi qavat cho'qqi yerdan 276 metr balandlikda. Bu yerda Gustav Eiffelning shaxsiy xonadoni joylashgan edi. Bugungi kunda Eiffel minorasining umumiy balandligi 330 metr. Bo'yash uchun qancha bo'yoq ketadi? Minora har 7 yilda bir marta to'liq qo'lda bo'yaladi. Ya'ni bu zangdan himoya qilish maqsadida. Bo'yoq miqdori har bir bo'yash kompaniyasida 60 tonna bo'yoq sarflanadi. Bo'yash muddati taxminan 15 oydan 30 oygacha davom etadi. Ya'ni bu yerda 25 ta mutaxassis bo'yoqchi minoraning har bir burchagini qo'lda bo'yab chiqadi. Eiffel minorasi dunyodagi eng ko'p tashrif buyuriladigan pullik obida hisoblanadi. Yillik sayyohlar soni 6-7 million kishiga borib yetadi. Kuniga taxminan 20 ming kishi degani. Ochilgandan buyon minorani 300 milliondan ortiq odam ko'rishga ulgurgan. Minoraning yuqorisiga chiqish uchun 5 ta lift, ya'ni ishchi liftlar bilan birga tun-u kun ishlab turadi va sayohatchilarni yuqoriga olib tushadi. Mana aziz obunachilar, Eiffel minorasi haqida qiziqarli tarix va qisqacha qiziqarli faktlar shulardan iborat. Ushbu minora haqida qiziqarli faktlaringiz bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, à très bientôt.